Pashlang. Qashni baqiraymi? Qarashu. Nima qilyapsiz? Dars qilyapman. Yomon qornim ochib ketdi. Sizga ham qandashdimi? Biror narsa tayyorlang. Nima tayyorlang? Tezda tayyor bo'ladigan, faqat shirin va tez tayyor bo'ladigan. Singiljonim talablariga binoan bismillah deb ishlarni boshlash uchun ro'mollarni o'rab oldim-da, keyin qo'lim mahkam qilib, belim mahkam qilib ish qilishni boshladim-ku. Hamma yoqda birin-ketin qo'yuvdim. Bola yo'qmi? Endi ishni boshlayman desam, tog'am kelib olib, Mahmuddan batonni kesib tashlayotgan ekan. Qo'rqib ketdim. Keyin bir chekkadan ishlarni boshladim. Juda ham oson ekan, o'rtoqlar, ishoninglar. Tayyor mahsulotlardan qo'llaringizni o'ynatib qilib tashlasanglar bo'ladi. Juda ham eng oson usulda tayyor bo'ladigan. Ertaga ro'za payti kelganda, ertalabki saharlikka ham, kechki payt iftorga ham bemalol tayyorlasalar ham bo'ladi. Piyoz yoqtirsanglar qo'yasizlar, bo'lmasam yo'q. Uni pechga solib choy qo'yib qo'ysanglar, choylar qaynagungacha bu ham tayyor bo'ladi. 30 fda eshitishinglar mumkin. Singlim yeganini ko'rib, o'zim ham degustation qilgim kelib ketdi. Sirraz borib tishlasam, ishoninglar, vashshi mazza bo'lar ekan. O'rtoqlar, agar sizlarga ham shu va shunga o'xshash pishiriqlarda retseptlar kerak bo'ladigan bo'lsa, profilim shapkasidagi retseptlarning silkasi orqali olishinglar mumkin.